Bu xonadonni o'tkazib yuborsalaring biroz afsuslanishlaring mumkin, lekin puliga stoyish uy ekan, menga yoqdi shaxsan, chunki uyda qulayliklari, oilaviy sharoitlarga moslab qo'ygani hammaga birdek manzur keladigan umiddaman. Xonadonimiz umumiy maydoni 4 sotidan iborat bo'lyapti. Ko'rib turganlaring kvartira emas, hovli uyda turibmiz. Mana shu uyimiz chiroyli uchun mana shu yerda o'zidan boshlayapman videoyimni. Xo'p, xonadonimizda umumiy xonalar soni 8 tadan iborat bo'lyapti. 4 sotidan iborat. Yashash maydonlari 100 kvadratdan 200 kvadrat alohida zanaga qo'yib qo'ygan ekanlar. Xo'p, aynan shu ko'rib turgan zanamizda asosiy eshikdan kirishimiz bo'lyapti. Hozir tashqi fasadga ham chiqamiz. Isitish tizimlari, elektr ta'minotlariga moslab qo'yishgan ekan. Xo'p, bu tomonda bitta kalitkamiz bor ekan. To'y marosimlarida ayollarga alohida xud qilgani. Mana shu yerda o'zidan shuni chiqadigan bo'lsangiz, ko'chaga olib chiqadi. Go'zali. Shu joyning o'zidan endi keyingi xonalarimiz bilan tanishamiz. Xonadonimiz pishig'ishda qurilgan bo'lyapti. Yangi qurilish, aynan shu ko'rib turgan xonalarida hali birov yashamagan, tayyor qilib qo'yish kerak ekan, hali kirib ulgurishmagan ekan. Zaruratiga qarab sotilyapti. Va hatto o'zida bitta sanuzolimiz mana detskiy bolajonlarga ham mos keladigan, bu tomonda mana studiya formati bitta oshxonaga moslab qo'yishgan ekan. Garniturlar biroz chala qolib ketgan ekan, lekin mana shu yerda o'zida ko'rib turgan barcha jihozlaring hammasi o'z o'rnida qoladi. Gilomlar ham yangi. Nari tomonda endi 1,5 ming dollarga solganman dedilar. Gilomlarni asobiy bazakasi kelgan ekan. Bu tomonda bitta detskiy bo'lyapti. Va bu tomonda bitta kattalar uchun mo'ljallangan yotoqxona bo'lyapti. Bemalol 2 oilaga mos. Aynan shunaqangizdan edi, yana bittamiz bor. Hozir ko'rsatamiz uni ham. Eshiklarni ham yaxshisidan qo'ygan ekanlar, pardalarni ham qimmatdan qo'yishgan. Aytayapman, batdagi hozir ko'rib turgan xonalaringda hali hech kim foydalanib ulgurmabdi azizlar. Xo'p, shu joyni o'zidan tashqi fasadimizga bitta nazar soladigan bo'lsak, asosiy dorixonadan kirishimiz bo'lyapti. Oyoq taglarni ham ko'ryapsizlar, serg'anmaydigan burchakkalar bosishgan. Sokol qismlari granit, tashqi fasadlar traversin bo'lgan. Bu o'zim ham qiziqib ketib qolganimdan bu tomonga kirmasdan ketolmadim. Aynan shu zdaniyamiz ham 100 kvadratdan iborat bo'lyapti. Shu yerda o'zi ham to'rxona uyda boshida aytib o'tdim. Mana yerda joyda qarang. Namozxonaga moslab qo'yishgan ekan. Tayyor joy azizlar. Maza qilib yashaydigan joy. Bu tomonda oshxonaga moslab qo'yishgan ekan. Uyda issiqligini sizlarga ta'sirlab bera olmayman, lekin uy issiq turibdi, realniy. Sopli pol bilan ta'minlangan ekan. Isitish tizimlari har bitta nuqtaga joylashtirilgan, kerakli joylarga sifatli oldi mahsulotlardan qurilishlarni ham bitirishgan ekan. Konditsionerlar, batdagi jihoz, televizorlar, hamma yo'l lampalarsizlar. Shuni tashlab chiqib ketaman deyaptilar. Narxi o'sha 105 ming dollardan tushib beriladi. O'zlaringiz ehtiyot qilinglar.